Endiki mavzu vatandaşlarım bundak. Qattiq ziyan tartidi. Jungo prezident Trumpni sal chaqladi. Mavzuda xabar 6-ayning 20-kuni Dovit orbitida e'lon qilindi. Xabar bundak boshlandi. Amerika Jungo o'rtasida savdo sirkilishi o'rlayotgan bir paytda Amerika Qo'shma Shtatlari savdo tijoriy ishlar maslahatchisi Aqsarayning maslahatchisi Peter Navarro yaqinda bunday ko'rsatdi. Jungo prezident Trumpni sal chaqildi. Intayin qattiq ziyon tartidi. Peter Navarroni sizlarga tanishtirgan edik. Bu kishining ajal elib kelguchi Jungo degan kitobi xitoy tiliga tarjima qilingan edi. Hozir kitoblarimning orasidan izlab topolmayapman. Shuningda bir jumlani bunda o'qigan edim. Amerikaliklar sen ko'tirib elib kelayotgan taxsidagi tamoqni bilamsizmi? Sen ko'tirib elib kelayotgan taxsidagi tamoq yemakning hammasi Jungodan kelayotgan zahardir degan odam. Mana bugun tunji bo'lib Navarro bunday ko'rsatdi. Universal matbuotlar 6-ayning 20-kuni xabar qilib bunday ko'rsatdi. Aqsarayning savdo maslahatchisi Peter Navarro 6-ayning 19-kuni bunday ko'rsatdi. Jungo prezident Trumpning boj elishni yo'lga qo'yib, Jungoning bulanch xarakterida savdo qiliqlarini o'zgartirishga besim ishlatganligiga Jungo sal qaradi. Reuters agentligi bunday ko'rsatdi. Aqsaray savdo maslahatchisi Navarro bunday dedi. Har qanday savdo tijoratda Jungo qattiq mag'lub bo'ladigan bir davlatdir. Navarro nima deydi? Har qanday savdo tijoratda Jungo qattiq mag'lub bo'ladigan bir davlatdir. Meshaga bir jumla qistirib qo'yay. YouTube'da bir xabar keldi. Rossiya bu to'g'rida masalan Jungo bilan Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasidagi savdo munosabatlari va bugungi so'rkilishning darajasi to'g'risida Rossiya matbuotlari baho berib debdiki, Amerika Jungo savdo urushida Jungo bir peshvog'imi yaramaydi. Bugun Peter Navarro nima deydi? Har qanday savdo tijoratda Jungo qattiq mag'lub bo'ladigan davlatdir. Navarro tilpin yig'ilida bunday ko'rsatdi. Negizlik reallik shu bo'ldiki, eg'izda so'zlab qo'yishdilar. Eg'izda so'zlab qo'yishdilar. Shundoq o'ng'ay. Shundoq arzon. Navarro eg'iz so'zlab qo'yishdilar. Shundoq o'ng'ay. Shundoq arzon. Navarro Jungoning bulonch tabiatlik savdo qilayotganligini yuqori so'zlab bilan yana bir qatam tanqid qildi. Navarro bunday hisobladi. Qarshi bir taraf prezident Trumpning qattiq irodasini sal chaqladi. U yana bunday dedi. Agar ular normaning sirtida ko'plab setib elish, arzon setib elish bilanlar bizning ularning aqliy mulk huquqlarimizni o'g'irlashiga yo'l qo'ydi deb o'ylagan bo'lsa, zo'r xatoga yo'l qo'ygan bo'ladi. Bu yerda ortiq normada setib elish degan so'zning ma'nosi bunday. Biz Amerikada yashayotganimizga vatandoshlarga ayanki, har qatim sal-pal jiddiylik yoki kishilik huquq masalasi o'tirdi Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Xitoy o'rtasida biroz surkilish yoki biroz ixtilof ko'rilgan amon Jungoning raisi Jiang Zemin Hojintao deganlar shu vaqt yetib kelib nima dedi? Men sizlardan 100 dona Boeing aeroplanlarini setib olaman. Hatto rais Xi Jinping oxiri 300 dona Boeing aeroplanlarini setib olaman dedi. Mana bu harakatlarni bugun Navarro sen bu orqali Amerikalikni eritib, Amerikalikni qoyil qilibmi? Endi bu yo'lni o'zgartiramiz. Bunday qilgan bo'lsang, zo'r xatoga yo'l qo'ysan. Bunday qilgan bo'lsang, zo'r xatoga yo'l qo'ysan. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministrligi Amerikaning yuqori fan texnikasini podshoning tojidagi go'har deb atagan edi. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministrligi Jungoni nima kechiringlar, Amerikaning yuqori fan texnikasini podshoning
tacideki güher dep tasvirlagan edi. Navarro mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump Jungoning tajovuzchilik qilmishlarini o'zgartirishga bir fursat berdi. Jungo haqiqatan bizga qaraganda qattiq ziyon tortdi. Aya pan texnik to'g'risi chiqayotgan gap hozir Xitoy Amerika bilan yuqori pan texnik sohasida elishyapti. Biz yuqori dedik, Johnson shirkati degan shu shirkatga. Amerika bilan pan texnik munosabatida bo'lib kelgan Johnson shirkati oxiri jazolandi. Ana hozir bu yerda bu pan texnika Amerika uchun shunda muhimki deydi. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministrligi. Bu podshohning tojidagi go'hardir. Amerika Qo'shma Shtatlari prezident Trump Amerika hukumatining Jungodan import qilingan 200 milliard dollarlik tovar mollaridan haslab bajarish jadvali tuzib chiqishini talab qildi. Prezident Trump hukumatdan talab qildi. Shuning bilan Amerika Jungo savdo sirkilishi yana bir baldoq yo'q ko'tarildi. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatining Jungoning tovarlardan haslab baj elishni yo'lga qo'yganligi to'g'risida Jungo savdo ministrligi 19-kuni bayonot e'lon qilib, bunda ko'rsatdi. Amerika haddidan eshib ketdi. 200 milliard dollarlik tamojni budjet jadvali ishlab chiqish to'g'risida tahdid soldi. Bundaq chekkadan oshgan yuqori besam va popozni ishlatish qiliqlari bizdan maslahatlashib bekitgan o'rtaq turishimizni xilofdir deydi Jungoning bayonotchisi. Endi yana bir xabar boshda dedik. Amerika Cumhuriyetçiler Partisi erbablari o'zgardi. Prezident Trumpning Johnson shirkatini qutqizib qolishiga yo'l qo'ymaymiz. Dedi mavzuli xabar 6-oyning 19-kuni BBC'ning xabar to'g'rida e'lon qilindi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi haftaning 1-kuni 6-oyning 18-kuni 85 nafar ovozning qo'llashi 10 ovozning qarshi turishi bilan 2019-yillik davlat mudofaasiga huquq berish qonun loyihasini ma'qulladi. Jumladan Johnson shirkatini jazolashni asliga keltirish moddalarini o'z ichiga oladi. Azod qilyapmiz degan to'g'ri, endi jazolashni asliga keltirish. Johnson shirkatini Kengash palatasining qo'llagan a'zolarining ichida Cumhuriyetçiler Partisining 46 nafar a'zosi bor. Demak, bu qonun loyihasini Kengash palatasida 46 nafar Cumhuriyetçiler Partisining a'zolari qo'llaydi. Johnson shirkatini jazolashni asliga keltirishni ilgari surgan Kengash palata a'zolari, jumladan Cumhuriyetçilerdan Marco Rubio, Senator Tom Cotton, Senator Chuck Schumer, Senator Chris Van Hollen qatorli kishilar tashabbuskorlik bilan o'tirg'i chiqib, Johnson shirkatini jazolash to'g'risidagi avvalgi Prezident Trump aqlayman, qutqizib qolaman, azod qilaman deyishdan burun avvalgi jazolash tadbirlarini asliga keltirish. Johnson shirkatini jazolash tashabbus qildi. Qonun loyiha ma'qullangandan keyin bu arboblar birlashma bayonot e'lon qildi. Kengash palatasida a'zolar partiya halqıgan alda, Kengash palata a'zolari partiya halqıgan alda. Masalan, partiya guruhlar halqıgan alda deganda sen Demokratik partiyaman, Cumhuriyetçiler Partisi demek. Partiya chekchigarasin halqıgan alda qonun loyihaning ma'qullanishi va buning qo'llaganligiga kishilarning, Kengash palata a'zolarining rahmat aytdi. Birlashma bayonot orqali rahmat aytdi. Hamda Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Avom palatasining qonun loyihasini ovoz qo'yib qo'llashini murojaat qildi. Bugun Kengash palatasida o'tdi bu qonun loyiha, endi Avom palata.
Kengash palata a'zolari qonun loyihani muhokama qilganda Prezident Trump bilan Johnson sherikati tuzgan kelishimni, o'tirib tuzgan kelishimni tanqid qildi. Bugun Kengash palatasida Johnson sherikatini jazolash asli keltirildi. Agar asli keltirish to'g'risidagi qonun loyiha ma'qullandi. Endi bundan keyin Amerika Davlat Majlisining Avom palatasi buni ma'qullaydigan bo'lsa, Prezident Trump bu siyosatni qabul qiladi. Kongressning fikrida. Bundaqda Jungoning jeni. Hozir Amerika bilan Jungo o'rtasida eng nozik masala bo'lib qaralayotgan Johnson fan-texnika sherikatini qayta jazolash Amerikada asliga keltirilsa, bundaqda bu ish Amerika Jungo munosabatiga qanday ta'sir eləyir? Biz o'tgan leksiyada hurmatli vatandoshlarim, hozir bu ish fan-texnika sohasiga kirdi. Fan-texnika sohasiga kirgan vaqtida bu iqtisodning taraqqiyoti, balki Jungoning iqtisodning kelgusi taraqqiyoti nima bo'ladi? Bu fan-texnika shunga ta'sir ko'rsatdi dedik. Endan keyin yana nima dedik leksiyalarimizda? Fan-texnika sohasiga kirdi. Amerika Jungo o'rtasidagi sirkulash bu fan-texnika Jungoning harbiy ishlariga ta'sir ko'rsatdi. Hozir dal shu o'tirib turgan Johnson sherikatini qayta jazolash to'g'risida bugun Kengash palatasi qonun loyiha ma'qulladi. Endi Avom palatasi qonun loyiha ma'qullasa, Johnson sherikati jazolansa, Huawei sherikatim qaytib ketolmaydi degan gap endi bu ish mening shaxsan qarashimcha intayin zo'r ish.